Jo'jalarim, yaxshilab joylashib oling. Biz boshladik. Hey yo, what the fuck? Qalbim istirobda, qalbim istirobda. Otangni Sevgi shunday narsa bo'lar ekanki, odam sehrlab qo'yar ekan. Sevgi. O'zim kelolmayapman, jiratsammi o'zim kelolmayapman, nima qilayman? Sevgi, yana sevgi. Oh, qalbim istirobda, qalbim. Havo olishim ham boshqacha bo'lyapti. Bu videoyam qizi yo'q bolaga. Qizi yo'q bolani atmetga qilamiz Mambitga, xo'pmi? Ularga tegishli ekan. Toni vaqti keldi. Aylanmaymizmi? Nimani vaqti keldi? What? Toni vaqti keldi. Aylanmaymizmi? Ha, tog'ni yomon xayolga bormaymiz. Toza bormi? Bu jayronni ichib olib, qo'rqitishmi? Shimib, aha. Borib urish kerak ekan. To'ppa-to'g'ri, borib kerak. Biz bechalar chit qog'ir bir Amirsoyga ham bora olganimiz yo'q. Bizani ham aylangimiz keladi, qurtishingimiz keladi. Nima deysizlar? Nima demaymiz? Sizga nima ham deya olamiz? Sizni og'zingizdan chiqayotgan любой gap biz uchun halalni hisoblanadi. Da, qurtishmi ekan? Yo'q, purasida. Alo, qurtishmaysizlarmi? Xo'p, bu videoni ustidan qanday kulaylik? Bu Jizaku. Sizlarni so'nggi qo'ng'iroqlaringiz eslaringizdanmi? Meni esimda 2009-yil maktab bitirganman. Birinchi marta yubkacha kiyganman. Birinchi marta sochimni jingalak qildirganman. O'sha oqlab mokri degan soch turmagi moda bo'lardi-da. Meni sinfdoshlarim videolarimni ko'rib turadi. Ko'rib turgan bo'lsangizlar salom. Eslaringizda bormi yo'qmi bilmayman. Shu salonga tong sahardan borish uchun hamma qizlar bilan muqaddaslar uyda uxlab qolgandik. Rosa maza qilib gapxona qilganmiz o'sha damlar. Keyin so'nggi qo'ng'iroq kuni Anvar bilan Sohibjon men bilan vals tushaman deb rosa tortishgan. Voy, o'lay. O'sha oqli erga tep ketsam bo'lar-ekan, ikkita uchta anaqam bo'lardi, bolam bo'lardi. Meni qadrlaysizlar, jo'jalarim, sizlarni kayfiyatlaringizni ko'tarish uchun, videolar tushirish uchun men erga tegmayapman. Shuni bilib qo'yingizlar. Meni erga tegmasligim sizlarning bo'yinlaringizda. Tushunarlar? Qizga qaramaymiz, yozuvda o'qiymiz. Qaytdim blogerlikka. Chiqazvogan iplaringizdan sizni. Fu. Endi bitta xayolimga gap kelyapti-da, agar bu qiz blogerlikka qaytgan bo'lsa, men indamasdan chiqib ketavering. Bunday konkurensiyani men ko'tara olmayman aslo. Lekin muzika top. Men seni ko'ryapman. Sevgi, yana sevgi.